har birimizni Allohim o'z panohida qo'llasin. Tinchlik bo'lsin. Doimo ishlarimizga rivoj bersin. Doimo o'quvchilarimiz ko'payib, insonimizga ham, o'quvchilarimizga ham tinchlik, xotirjamlik, oilasida tinchlik bo'lsin. Ustozlarimizga o'quvchilarimiz bilan birgalikda mana shu davlat imtihoni oldida turibmiz. Bugun davlat imtihonlarini chiroyli o'tkazib, davlat imtihonlarini chiroyli o'tkazishimizga tilak bildiraman va sizlarga mana shu o'quvchilarimizga chiroyli yakunlar, oilalarga tinchlik, xotirjamlik, sog' salomatlik bevosita hamisha tilaklarim barcha ustozlarimizga omadlar tilayman. Ustozlarimiz mana 9-sinf rahbari Turg'un va Saydoxon, Qirg'izboyeva, Zulxo'ja va Ishondomla va 10-sinf rahbari Turg'un E'tibor opaga mana shu 1 yil davomida shu o'quvchilarimizga sabr toqatli bilan sinf rahbarlik qilishib kelishdi. Ustozlarimizga avvalo sog'lik, doim sihat salomatlik, oilalarga tinchlik, xotirjamlik. O'qiganlarimizni xayrli qilsin, oqibatimiz yo'qolmasin. Bundan keyin ham oshna-og'ayni bo'lib ko'chada ko'rganda ko'rishib yuraylik hamma. Oqibatimiz yo'qolmasin. Maktabimiz ham sizdan keyin yana gullab yashab, yaxshi maktab bo'lib o'tsin. Hammamiz Allohdan istaman. Amin. Mana biz 9-sinf bitiryapmiz. Bizdan keyingilarga omad.